Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Hozir men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim oqmarvoyit tuxum qo'rmisi. Bu qo'rimning tayyorlash usuli va asos materiallarini tunishtirib o'tmoqchiman. Bu oqmarvoyit deganimiz guruch. Ko'k qizilmush bir qo'zakdan, pomidor bir bosh, qo'l piyoz bir tup, tuxum 2 dona, xurishlardan, tuz, tezitqo, aqmoch. Mushu materiallar bilan tayyorlab chiqsak bo'ladi. Oldi bilan ko'rga suv quyib, qaynagandan keyin guruchni yuvib tozalab, bir taqsiga elib olib, jimbilga solamiz. Jimbilga solgandan keyin bir qachiga suv quyib, bir balqish tuz solamiz. Arqadan sumaydan biroz temtatamiz. Suma qo'shishning maqsad guruchni donim-dona va paqroq chiqarishdan iborat. To'qni yapdik. Bu guruchni 20 minut atrofida dumlaymiz. Biz guruch pishqirliqda qoldi materiallarni tayyorlab olaylik. Oldi bilan qizil mushni 2 tumurni olib o'tib, 2 tarafidan ushaq danchiq to'g'raymiz. Yani kökmüşnimi 2 tumurni olib, qizilmush cho'ngliqda danchiq to'g'rab olamiz. Qo'l piyozni o'ttirdan yerib, buni danchiq to'g'rab olamiz. Ondan pomidorni mushning cho'ngliqda danchiq to'g'rab olamiz. Pomidorni oz miqdorda qo'shing. Pomidorni jiq qo'shib olsak, oqmarvoyit qo'rimimiz so'mlish bo'ladi. Bir qachiga 2 dona tuxumchaq olaylik. Jiq bo'lgandan keyin ya'ni bu tuxumda bir xil oq tugunchuk bor. Buni elib o'tamiz. Elib o'tgandan keyin chalamiz. Tuz az miqdor solamiz. Ya'ni tezitqo az miqdor solib olamiz. Endi biroz aralashtirib chalamiz. Vaqtmi to'shib qoldi. Biz ham tovoqni ochdik. Bu guruchim pishib qoldi. O'choq o't yoqib, qozon qizg'andan keyin yarim cho'mich may qo'yamiz. Tuxum qo'rg'a vaqtingizda mayni jiqaroq qo'ying. May chuchigandan keyin tuxumni aralashtirib solamiz. Endi tuxumni suzib olgandan keyin qozonga yarim cho'mich may qo'yamiz. Arqadan qo'l piyozni solamiz. Qo'l piyozni selib muzlik puraq chiqqandan keyin ko'k va qizilmushlarni solamiz. Aralashtirib, tuz, bir bal qo'shoq, ya'ni tetqo yarim bal qo'shoq, aqmosh, yarim bal qo'shoq. Aralashtirib, pomidorni solamiz. Endi biroz aralashtirgandan keyin tuxumni solamiz. Bu qo'rimni qo'rg'a vaqtingizda hargizmi suv quymaysiz. Chuqur qurg'oq qo'rishingiz kerak. Endi guruchni solib oldik. Biroz aralashtirib qo'riymiz. Siz oqmarvoyitni qo'rg'a vaqtingizda samsaq zanjil ishlatmaysiz. Go'sht bilan qo'rg'a vaqtingizda samsaqni ushaq to'g'rab aralashtirsangiz bo'ladi. Bu qo'rma oilalarda tayyorlab yeyishga bakmu bop keladi.